Dahshatli ot. Birinchi qism. Veritsi, nima bo'la biz qayerga tushib qoldik? Men qayerdan bilaman, bu yerda siz ochdingiz-ku. Men buni qarab yurdim, anaqa cho'chqa bor ekan. Ustida nima egari bormi? Uni ursak hech qayerdan qimirlamayapti. Uni o'ldirishimiz kerakmikan? Nima qimirlamagan narsa degani o'ldirish kerak degani emas-ku. To'xtab tur, mana buni qara. Unda nima kitobmi bir bala tushdi. Va, bu o'yinni qo'ydasi ekan. Qanaqa o'yinni qo'ydasiz? Nima siz o't qo'shganmisiz? Ha, esimga tushdi. Bu yerga mod qo'shilgan bitta qo'rqinchli ot paydo bo'ladi. Qo'rqinchli ot? Ha, video davomida o'zing ko'rasan. To'xtanglar, u hali kelmay tursin. Bizda boshlang'ich resurslar ham yo'q. Tezroq daraxt chopib o'zimizga boshlang'ich narsalar yasab olaylik. Qachon paydo bo'ladi? Rosa ko'rgim kelyapti uni. Sen jinnimisan? To'xta, kelmay tursin. U nima qilishini aytmadimi senga hali? Yo'q, u nimadir qiladimi kim? U keladida bizga vaqt beradi va egarlar meni deydi. Mana egar bor, bizda bitta o'sha narsani o'sha uchun ishlatamiz. Bizda boshqa egar yo'q-ku, ko'p desa-chu. Zato bizda sen borsan-u narsa berasan-da. Men borman, hamma narsa beraman o'zi sizga. Nima qiyin ish emas, u oddiy o'zingga gift qilib olasan, bo'ldi va menga berasan. Hozir biz o'zimizga to'g'ri narsalarni yasab olamiz va bu uchqunlikdan chiqamizda o'zimizga boshpana izlaymiz. Masalan, qishloqmi? Ha, albatta, boshqa qanaqa boshpana bo'lishi mumkin? Bizga ko'mir kerak bo'ladi, shuning uchun ham olaman. Aytgancha, do'stlar, obunchilar va kuzatuvchilar, sizlarga bitta iltimosim bor. Mana bu ekrandagini rasmni ko'ryapsizki, biz 100 mingta bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi va bunda sizning yordamingiz kerak. Pastga tushing va obuna bo'ling va videoga esa like bosib qo'ying. Shunda biz tezroq 100 mingta bo'lamiz. Veriti, oldindagi nima bunaqa biyom Minecraftda yo'q edi-yu? Ha, bu yangi versiyada qo'shilgan yangi biyom. Wow, dahshat. U qara tezroq bo'laylik, juda ham qiziq. Yonma-yo'q. Nima o'zi bu? Nima? 30 mi? Yaritani qara Veriti. Mana o'sha aytgan o'zimman, o'sha boyaga aytgan horror ana bor dedim-ku, nima ot dedim. Mana shumi? Ha, mana shu, mana bizga qara, bu yerda tekst bergan. Bu yerda menimcha 30 minut ichida meni egarla deyilgan. Bizda kakras egar bor edi-da. Qani ustiga uramiz va qanaqadir ovoz chiqdi va bo'ldimi? Bizga tegmaydi va tekst yo'qolib qoldi. Menimcha o'zi ham yo'q bo'lib qolsa kerak. Nima, uni ustiga o'tirsak bo'ladimi? Rostdan ham o'tirsa bo'lar ekan. Jonini qara ko'pligini. Shu ham maslahatim sizdan tushing, nima qo'rqinchli-ku. Gapingga qo'shilaman, undan ko'ra ustiga minmaganimiz yaxshi. Mayli toychoq, siz shu yerda turib turing, biz ungacha mana bu yangi biyomni ko'ramiz-da, Veriti bilan. Bu biyomni g'alayman umuman ko'rmagandim. Ha, bu yerlarda qarang, chiroyligini juda ham chiroyli. Ha, lekin men bu moblarni o'ldirmasak bo'lmaydi, chunki ovqatimizni qara, o'sha qomat yugurolmayapmiz ham. Mana bu qo'ziqorimi? Nima endi daraxtda qo'ziqorni o'sadimi? Qani nima deyilgan ekan? Rostdan ham qo'ziqorni burchakda o'sadigan qo'ziqor deyilgan. Men unchalik tushunmadim, lekin g'alati. Pechgacha yasaymiz, go'shtimizni esa pishirishga qo'yamiz. To'xtanglar, bu oxir yangi biyommi? Mana bu ham yangi daraxtmi shunda Veriti? Ha, bu umuman boshqa yangi daraxt. Bundan siz yangi bloklar yasasiz bo'ladi. Dahshat-ku, yangi uyimiz uchun mana shu daraxtdan ishlatamiz unda birekta narsalariga. Rostdan ham zo'ru narsalari. Nyam-nyamcha. Yo, xudoyim, qo'rqib ketdim. Nima? Orqamizda o'tirgan ekan-ku. Pallakka sen o'tgan safar turganding, nega endi yotib olding? Yo'q, u nima deyapti? Svatsi flis nima degan u? Ha, pashshalarni urib o'ldir degan menimcha. Tekst o'zgarib qoldi. Bizga brosh degan narsa kerak. Tezroq Veriti, tezroq o'sha narsani ber menga. Brosh u menimcha ana bo'lishi kerak. Nima bunaqa bunday qilib nima tozalaydigan bo'ladi-yu? Xo'p, tushundim. O'sha narsani ber menga tezroq. Mana shu narsami? Ha, aynan shu narsa. Biz uni bunaqasiga ishqalashimiz kerak menimcha. Shu o'yinda qoidasida, mod qoidasida shunaqa deyilgan. Qani ishqalab qo'ylikchi, tezroq ishqalamasak u o'ldirib tashlaydi bizni omutdan keyin. Judayam holatda qo'rqinchli horror mod ekan-ku, nimaga o'rnatdingiz? Ha, shu qiziqda bizga. Yo'q, balki tezroq bo'larsiz, 9 minut qoldi. Ha, men senga o'ynayapmanmi? Mana hamma yog'iga tekizib chiqyapman, lekin o'xshamayapti-yu, umuman bo'lmayapti-yu. Nimaga o'rnatirib ol? Nimaga orqamdan ketyapti, orqamdan qo'lyapti. Veriti, to'xtatman buni. Tegmayapti-yu, nimaga qo'rqasiz? Baribirda o'zi turib, ketib qoldimi, yo'qolib qoldi. Veriti, tezroq bu yerdan qochish kerak, qorong'u bo'ldi. Shu uchun bo'lib kelyapti orqamizdan. Ana shu tomonga to'g'ri yuravering, qishloq bor. Bo'ldi, rahmat kattakon va o'sha tomonga men yuguryapman, tezroq qo'limga mash'ala oling va ana kelib oldik eson omon. Endi qayerdadir bitta qishloqni uyini topish kerak-da, krevatga yotib bu tunni o'tkazishimiz kerak-a? Ha, xuddi shunday qilishimiz kerak. Mana bu uyga kiramiz, kakras qishloq yo'q ekan, yotamiz va uxlaymiz. Xayrli tun Veriti. Veriti, boyaga ot yana paydo bo'ldi. U qayerda paydo bo'ldi ekan? Endi yana uni egallashimiz kerak. Bizda esa egar yo'q. Egar topiladi, uni o'zini toping tezroq, men o'zim beraman egarni. Gapingda jon bor rostdan ham. Qayerda ekan endi u? Mana topdim. Veriti, mana bu yerda ekan, hali bir
bas shaxta vaqtiga tushib ketib qolmabdi-da. Bor hali ham yaxshi mana bu yerda ekan. Qani endi Veritsi menga egar berchi, tezroq buni egarlaylik. Mana sizga egar. Kattakon rahmat va hozir endi buni egallaymiz va ana u o'zini bosdi va endi boyaga sekund ham to'xtadi. Men lekin juda ham qiziqyapman Veritsi o'sha vaqtga o'zi nima qilar ekan u? O'yinga qiziqmang, u so'zingizni o'ldirishga tushadi. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Basharasini qara Veritsi, xuddi o'zing. Umuman o'xshamaydi menga. Qarovchi Veritsi bu faqatgina bizdan egallashmas, ko'rding, boy boshqa narsa ham so'radi. Shuning uchun biz tayyorlanishimiz kerak. Masalan, o'zimizga ovqat olishimiz kerak, chunki o'sha ovqatimiz qolmayapti, ko'rding-a? Masalan, boya umuman boshqa narsa so'radi-yu, ustiga o'qilab qo'ymish. Ha, shunda qattan bilamiz, balki umuman boshqa narsalar so'rab tashir bizdan. Pichanni nonga aylantiramiz. Mana bu narsa bu yerda qolmasin, olib ketaylik. Mabodo qanaqadir nima ruda topsak, uni pishirib olamiz. Juda ham tez pishadi. Tepaga chiqaylikchi unda. Uncha bu qishloq alg'ov-dalg'ov bo'lib yotibdi. Tushunmay ham tushunmayapman. Hamma uyiga qo'rqinchli ot kelyapti. Ha, brat, nimalar sotyapsiz? Har doimgidek bo'lmaydigan narsalar bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri topdim. Naradagi daraxtlarni ko'ryapsan, Veritsi? Ha, ko'ryapman. Xo'sh, nima qilamiz daraxtlarda? Hozir o'sha yoqqa borib o'sha daraxtlardan olib kelamiz. Keyin nima qilamiz uni? Albatta men o'zimga uy qurishim uchun o'sha daraxtlar yoqadi. Qani endi daraxtlarni chopishni boshlaymiz. Ehtiyot bo'ling-a, shu qadag'im yana ot kelib qolmasin. Ha, tayyor turibman, o'zi ham har doim baqirib paydo bo'lyapti. Bu daraxtni ham albatta qulataman. Ey, yo, uje bir pasda qorong'u bo'lib qoldimi? Bo'lishi mumkin emas. Tezroq menimcha uyga borganimiz yaxshi-yo, Veritsi. Mana kumandalarni olishni unutmang-a. Ha, terib olyapman, bizga baribir kerak bo'lib qolar. Veritsi, mana bu yerda paydo bo'libdi. Shu qo'shig'i boshladi-da, qanaqadir g'alati. Nima deyapti? Teksta pizza horse. Ha, ovqat ber deyapti. 2 minutgina vaqtimiz bor ekan. Non yechi, non yemayapti, Veritsi. Biz go'sht topishimiz kerak. Go'sht berlikchi qaraydimi? Ha, mana go'sht deyapti. Veritsi, tezroq go'sht ber. Mana lekin pishmagan. Bo'laveradi, yeyaveradi. Qanaqa tezroq beraylik, eng muhimi 2 minutgina vaqt berdim. Muncho'liq ekan vaqt berdi. Tez beraylik, tag'in biz qulab ketmasin, o'ldirishga tushib. Buncha qo'rqinchli unaqa go'shtni yeydi. Men ham qo'rqyapman-da, biz yeb ketmaydimi ekan-a? Tez beringchi, tovuqni go'shtini biz yeb ketmasin. Mana beryapman-u, qani yana ozgina yesa menimcha bo'lib qoladi-yu. Ancha yerda nimaga yana qo'rqib ketyapti? Yo'qolib. Menga yana qo'rqib bordi, Veritsi o'tgan safarga o'xshab. Qo'rqmang, u shunchaki sizni yaxshi ko'rib qoldi, chunki ovqat berdingiz-ku, qarang orqangizdan qo'lyapti, lekin tegirmayapti. Ana yo'qolib qoldi, qoyil. Eng yaxshi variantchi Veritsi tezroq qishloqqa qaytish, chunki yana hozir kelib qolsa, juda ham yomon bo'ladi. Gap izga qo'shilaman. Qani yuguringchi qishloq tomon. Qani shu uyga kiramiz va uzra birodarim, biz bu yerda yotamiz. Yaxshi dam ol, Veritsi. Veritsi, boyaga ot yana keldi va 10 minutgina vaqt berdi. Bizga tezroq uni topishimiz kerak va bitta egar kerak. Izlang, yaxshi izlang. Qani u qayerda u? Topdim. Mana bu tomonda ekan. Hali ham uzoqda emas ekan. Qanaqa tezroq oldinga yuramiz. Hali ham bizda 10 minut vaqt bor. Veritsi, sen menga hozirroq egar berishing kerak. Menda umuman egar yo'q. Mana egar, tezroq egarlang. Aha, hozir oldiga boramiz va ustiga bosdik va u egarlandi. Ajoyib va buni ham bu topshiriqdan ham biz o'tib oldik, eson-omon. Yaxshi. Yo, olayman, ko'zingga qo'lim tiqolaymi? Qara Veritsi, rostdan ham o'zingda birga bir o'xshaysizlar. Asabimni buzurmang, bermayman keyingi safar narsa. Ha, bo'ldi, uzr. Okey, unda biz o'zimizning ishimizga qaytamiz. Biz hech qanaqa ish qilmayotgandik-ku. Ana endi qilamiz-da, hozir biz o'zimizga uycha qurishimiz kerak. Veritsi ham oson ham va zo'r g'oya keldida. Mana shu uyni daraxtlarni olib tashlaymanda, mana bu daraxtdan qo'yib chiqaman. Nima deysan? Menimcha juda ham zo'r bo'ladi. Men ham shuni o'yladim-da, hozir zo'r stilni uy qilamiz. Qani oddiy daraxtlarni olib tashlaymiz va o'rniga bu daraxtlarni qo'yib chiqamiz. Yangi biyomdan topgan daraxtimizda hozir Veritsi biz mana bunaqasiga yangi eshik yasaymizda, bu eshikni olib tashab va uni o'rniga bu eshikni qo'yamiz. Vau, qanaqadir zo'r-ku. Shunchaki shokolad. Gullarni olib tashlayman va o'rniga malina ekaman. Va albatta ichkarini ham to'g'irlab chiqamiz. Endi esa keraksiz narsalarni albatta sandiqqa solaman. Qani bular ham qolib ketmasin va nimani ovoz edi bu? 5 minut to'xayt, nima degan edi u Veritsi? Yaxshi deyapti sizga. Nimaga men bu ot yonib turibdi va nima? Biz qo'ylat. Qoch. Nima biz hech nima qilganimiz yo'q-ku. Nima bo'lsa ham qochish yo'q, unga nimadir yo'qmayapti. Qochyapman.